Yaxshimisilar do'stlar. Bugun endi alayda bo'lgan bir xil udar bilan xalq kuylarimizdan birisi bo'lgan Talk tog'lari degan naqshimizning go'zal melodiyalarini namoyon qilaylik. Bu udar to'rttash udarga ko'proq tushidi. Asosan buning eng cho'ng alayligi 5-4 holatda mangdi. Üstlüksi ton bo'g'anlik uchun avval to'van ovozini chiqardi. Astliksi inchirak bo'lgandan keyingi ovozini chiqardi degan gap. Andikin bu ovoz cho'qim bunda bo'lmasa kerak. Bu kesilish kerak, ovoz uzilish kerak. Oxiri kütürüp yani bir suyutimiz. Muşkul uslup, eliş uslubu yaki. Bunu pasörün uslubu mu? Yanılı şu biz aldığımız dersler sözlengendek şu rumba uslubu. Biz flamingo deb kelayotgan şu rumba uslubu, şu uslubdan foydalanib. Demek mush flamingo, mush rumbani bilib olganda kelib biz nurg'un paslar o'zgartiramiz degan gapni, mush gapni qayta ta'kidlayapman. Shunga cho'qim qalanglar chang tutilishini umid qilaman. Endi mush ta'kidlari degan naqshiniki di cho'nkuydan boshlangan bo'lsa, bu cho'buning parallel kichik kuy, di cho'nkuyning parallel kichik kuy. Bunun xışın tavlusu. Müştet akord. 31. derste dadya uçuyu deb meyizib qo'ygan. Şu derslikte barmuşum. Bunu men en avval Klaramam degan naqshdan chaqaloqda si cho'nkuydan boshlagan. Demak, si dinimiz do, di dinimiz re. Didan boshlanoqda va 4 akkordni ishlatdik. Agarda ovozim yetmadi meni di cho'nkuyga deb mesela biz di cho'nkuy bilan kunab qolgan bo'lsa, ovozimiz yetmay qolib qolsa, biz buni bir payda tushirib siga tushamoqchi bo'lsak, re'ni do'g'i tushamoqchi bo'lsak, oxirni qanday davomlashtiramiz deganda cho'qim shu biz hammaga mayr bo'lishimiz kerak. Birlam akkordni kunab qolmasligimiz kerak. Boshqa akkordni yildiz qilib turib, ishkilis dadyo tushiyor. Bumi dadyo, ishkilis cho'nkuy. Di cho'nkuydan boshlashni bildik, ham si cho'nkuydan boshlashni bilishimiz kerak. Fakat abi di vaqtida mat 4 akkord, mayadiki mat 4 akkord, mayaqil surilsili bo'ldi degan gap. Matrepga, gitarning matrepiga. Mayadiki akkordlar mayaqil surilib kesilib bo'ldi degan gap. Si cho'nkuy miyada di mana. Mush di degan gap. Asli o'rniki di mushu. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Demak biz mush to'rtini 1, 2, 3, 4'ünü sürüp de meyak ekesek bulurduk o. Çokum mulayez kılışımız gerek. Di cho'nkuyulab qolsa ovozimiz yetishi cho'qim natayın. Çünkü bunu da xil adamning ovozi yetib bo'lmaydi. Shaxsan mening ovozim yetmaydi. Shuni deyotgan yerim. Endi bu naqshining solosiga kelsak, aldığım derslerden ben intayin ta'kidlab kelganim, cho'qim g'ingshimiz, mushu g'ingshish bizning muzik sezimimizni oshirdi deb keldim. Davomli shuni qilib beraylik, davomli qilaylik. Cho'qim g'ingshili bu xijildan emas, chuma. Cho'qim g'ingshili. Endi ki quloqni pishiraylik, anglaylik. Shu muzikaning solosini biz anglab, avval quloq bilan o'zimiz qalbimizga o'rnatgandan keyin shuni qalbimizdan, yuragimizdan chiqirmiz og'zimiz orqali. Chiqargandan keyin endikin biz buni qo'limizga chiqara olamiz. Quloqdan eg'izga, eg'izdan qo'lga.
抖音。